Assalomu alaykum. Grupamiz a'zolari, ovchi aka-ukalar. Xudo xolasa 15-kuni bo'lib o'tadigan musobaqamizga kelaverasizlar aka-ukalar. Tiko tikilgan. Birinchi o'ringa tiko, ikkinchi o'ringa televizor, uchinchi o'ringa televizor, to'rtinchi o'ringa yana televizor, beshinchi o'ringa yana televizor aka-ukalar. 15-kuni kelaverasizlar. Xudo xolasa chempionatimiz. Tiko tikilgan, tikomiz sostanisi ham zo'r, yurishi ham, holati ham, motorlari ham chotki, bechiqim. Shunday o'tirasizlar, haydaysizlar aka-ukalar. Kelaverasizlar 15-kuni xudo xolasa chempionat. Может ungacha biletimiz sotilib ketsa, undan oldin qilib olishimiz ham mumkin. Biletlarimiz chegaralangan akalar. Kelaverasizlar, biletlarni olinglar. Ertadan keyin chempionat kuni kelib, aka biz ham qatnashardik, biz o'qilardik demanglar aka-ukalar. Kelib, hammalaring biletlaringni olib olishlaring so'rab qolamiz aka-ukalar. Kelaverasizlar, xudo xolasa vobshe alamazon. Buqa bo'ladi. Og'riqlar vobshe kuchli bo'ladi aka-ukalar. Kelaverasizlar.